Bugungi futbol uchrashuvini Ko'hna va Navqiron Shahrisabz shahrida ham vohadoshlarimiz katta qiziqish bilan tomosha qilishdi. Ushbu jarayonlar uchun yuqori darajada hozirlik ko'rildi. Albatta, mazkur bellashuvni katta ekran orqali tomosha qilgan har bir tomoshabin qalbi hayajonga to'lib, yigitlarimizni butun uchrashuv davomida olqishlab turdi. Terma jamoamiz tarkibida qashqadaryolik futbolchilarning borligi, ulardan 3 nafari bugungi o'yinni asosiy tarkibda boshlagani esa butun voha ahlini yanada quvontirdi. Shubhasiz, bu mundial biz uchun eng yodda qolarlisi bo'lmoqda. Jamoamiz tarixda ilk marotaba ushbu chempionatda ishtirok etyapti. Futbol uchrashuvi davomida terma jamoamiz a'zolari raqiblarga munosib qarshilik ko'rsatdi. Afsuski, bir nechta vaziyatlarda xatoga ham yo'l qo'yildi. Tarkibida dunyoning top klublarida o'ynayotgan futbolchilar bo'lgan Kolumbiya terma jamoasi esa bunday xatolarni kechirmaydi. Shu bois o'yin davomida futbolchilarimiz o'z darvozalaridan 3 bora to'p olib chiqishib, bir marotaba raqib darvozasini ishg'ol qildi. Bu tarixiy gol milliy terma jamoamizning ilk ishtirokida raqib darvozasiga kiritilgan birinchi gol bo'ldi. Abbosbek Fayzullayev ana shu gol muallifi sifatida ham tarixdan joy olmoqda. Kolumbiya darvozasi ishg'ol qilingan vaqtda Shahrisabzlik futbol muxlislari ham katta quvonch bilan nishonlashdi. Millionlab o'zbek futbol ixlosmandlari terma jamoamizni chin dildan qo'llab-quvvatlashyapti. O'ylaymizki, yigitlarimiz keyingi uchrashuvlarda muxlislar ishonchini oqlab, kerakli natijalarni qo'lga kiritadi.